antikvar tiyagani necha pulga bitkazib beryapsiz endi? Xo'p, bularimiz Rumbek kvadratini 500 ming so'mdan qilib berilyapti. Ha, 1 kvadrati shunda ramkani ichi 500 ming so'mga to'g'ri kelyapti. 500 ming. Bu chetidagi tiyagani metrini necha pul chiqarib beryapsiz? Bu tiyagalarimizning narxi 1 metri 140 ming so'm. Ha, bu ichlari ham shunaqa. Ichlari ham polniy shuni bir ertaranki misol uchun ustidan travertini bitadigan bo'lsa, tosh effektini berib turaveradi. Bu 140 ming bo'lsa qimmat emasmi? 1 metr. Bu tosh arzonroq tushib qolmaydimi bundan? Yo'q, toshimiz hozir 3 barobar. Ha, bundan 3 barobar qimmat tushadi. Ha, lekin bu toshdan yaxshiroq. Ha, o'sha qachon shu uchastka buzilsa, o'shanda Ha. buziladigan narsa. Ha, mana shu uchastka buzib olinganda, birga buzib olinadigan narsa. Bitta bir sinab ko'rishga g'ish-pish urib ko'rsatib bersangiz bo'laveradimi yo? Kelaman mana shu g'ish buni, hali nimaligi palshipga g'ish emas. Tashlab yuborsa sinmaydigan g'ish, mana ustiga o'zingiz endi bitta sindirib ko'raveradi. Qaysiga olasiz? Endi bu o'zi xohlagan joyingizga, mana shu o'rtasiga urib bering aka, mana shu. Mana akalar ko'ryapsizlar, g'ish sinib ketyapti, lekin haligi tiyaga ozgina bitta channab qolgan joyi ham yo'q. O'zingizlar bitta qirralarni ko'raverasizlar. Shuga O'zbekiston bo'yicha mana shunaqa narxda chiqarib beraverasizmi tiyagalarimizni? Endi ishlarni ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Juda ham bir idealniy holatda, narxiga yarasha ishlar. O'zingizlar albatta ko'rib bitta like bosib o'tib ketasizlar. Polni mana shu uchastkani, sementovoy tiyagalarini